To'xta. Aytgacha uxlab, molda semirganingni qara, mol. Yeb uxlaganingdan keyin ana shunday bo'ladi-da. Bu qorni yeyishdan emas, stressdan chiqadi. 30 ga kirganiga stress nima qiladi senda? Tog'angga o'xshamay o'l. Tog'asiga nima qilibdi? Tog'a, endi siz 60 ga kirdingiz-da. Buni qarang, hali 30 ga kirmay qonnini qarang. Bu yoqqa keta. Nima bu? Unaqa krossovkam qurisin deb qo'ydim. Sen kechasi yarim kechasi mana shu derazadan chiqib ketish uchun qo'ygansan. Mana onamni xuddi shunaqa qilib aldardim. Bu ko'rgan-ku. Nima qilasan, onangni bunaqa eski stilda aldadi. Yangi usul o'ylab top. Yaxshi aldama. Ukangga telefon qil, kech qolyapti. Tog'a telefoningizni bering. O'zingniki qani? Yo'qotib qo'ydim telefonimni ona. Baloni yebsan iflos. Ana u kuni Real yutqazdi. O'shanda sinfdoshlaring yo jo'ralaring bilan sport o'ynagansan yutqazgansan. Hozir men senga ko'rsataman. Tog'a, qayerdan bilaman buncha ma'lumotni? Men ham yutqizganman. Mo'ylovlarimga, sochlarimga choptashaganman. Dadang ham yutqizgan. Onang buni ko'rgan. Yana nimaga eski stilda aldiysan? Tog'a, ana Nargiza degan sinfdoshingiz bor ekan-ku, o'sha kishining qizlarini yaxshi ko'rib qoldim-da. Moshina oldim dedim ham, yo'q dedi. Iskandar bildingdan 2 xonali kvartira oldim dedim ham, yo'q dedi. O baqvat bilan uzoq yil mazza qilib yashaymiz kvartira desam ham, yo'q deyapti-da. Sani uncha puling yo'q edi-yu. O bosh to'lov qilib qolganini 5% bo'lib to'lashgan beryapti. O'shanga siz bilasiz-ku, qanaqa yolg'on gapirib bo'lsa ham ilintirsam bo'ladi. Qaysi qizga qanaqa yolg'on gapirishni onang biladi. Menga ham onang o'rgatgan. Kirlaringizni yuvamasam nuqul nos chiqib qolar. Dadam sizni urmasin deb nuqul aybingizni bekitardim. Xudoga shukr. Jiyanlaringiz unday emas aka. Voy. Aka, boya boltani qayerga qo'yibdingiz? Yo'q. Rahm qilgan, ko'karmaydigan joyiga ur. Tog'a, nima onamni aldab bo'lmaydi. Akasi iflos bo'lgan ayollar hammasini biladi. Sovchilikka keluvdim. Svetdan kelay, musirdan kelay, lekin sovchilar kelmasdi. Keling. Ostonangiz supurgani keldik. Sovchilikka deng. O'zi sovchilikka tozalash ham kerak ekan-da bu yoqlarni bir. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Spektakl qo'ymanglar yana uni. Menga qarang, mo'lla aytsang aybini aytib sot deganlar. Dangal ayblarni aytamiz, men ham aybimni aytaman. Ichkariga kiraylik, qolgan aybingizni keyin aytasiz. Qizlarim borgan joyini gullatadi. Otdan yorgunlik quritgan-ku. Ipi. Ona, bu tentakku. Sog'lom odam senlarga sochib keladimi? Qizlarim rosa chistoplotni. Lekin qizlarim rosa boylikka o'ch. Bobayni yaxshi ko'radi. Rosa boylikka o'ch. Как раз men 30 ga kirdim, pashta boboy bo'ldim. Uyingizda kuchuk mushuk boqasizmi? Bular pishirgan ovqatni kimdir yeyish kerak-ku. Kimdir yeyish kerakmi bular pishirgan ovqatni? Nimaga unaqa deyapsiz? To'g'rim, qanaydi? Bitta eng katta aybim 11 ga cho'qlayman. Kallay saharda turib balo bormi? Как раз ketmonga dasta qo'yganda bir-biringlarga mos ekansizlar. Agar alohida yashamaydigan bo'lsak, men onamga ketaman. 4 tomoning chang ko'cha. Hamma yo'lda onang olib boradi. Sur. Shunaqami? Ketsam bolamni ham olib ketaman. Bu qayerga yozib qo'yibsan bolang deb? Ha, hujjat bilan gaplashamizmi? Yuring. Birinchimiz katta bo'lsa hali. Ichkariga yuring. 2019-yilda tug'ilganlar ro'yxatini bering. Kimni topish kerak? Qodirov Rahmiddin. Bu erkak kishimi? Ana ko'rdingizmi, hujjat gapiradi. Bu yoqqa yordam. O'qi buni. Hasanova Muslima. Qani sizga aloqador joy? Oxirigacha. Rahmiddin qizi. Parangiz qiz deb yozilmaganmi? Rahmat. O kelinglar yotadigan bo'lib. Ketaman der ketsa ketar. Qizim. Ona o'li soat 5 ku. Akang ham 3 ga turadi. Obeddan keyin a? Akangga zavtrak tayyorla. Obedda turadi, baribir unga zavtrak nima kerak? Shoqni qilmasin, uyqum qochyapti. Ol qo'lingni. Bor ishlaringni qilib yeysan. Qo'l. Jamila. Ana, endi choy. Muncha molda yeding? Men onam shahzodalariman. Men dadam malikasiman. Zato onam uyda ko'proq bo'lalar, men ko'proq shahzodaman. O'g'lim Misrda. To'xta. Ha? 啊 Ha. 啊 Ha.
Ona qarang bunisi. O'zi tushib ketdi. Hamma ayt senda. Suyuq yopgansan varenini. Allah aytib qo'yay akamga yo'q bo'lib ketgan akamni. Nima qilyapsan? Allah aytyapmi? O'zgani tursa injilik qilib yana ish buyuradi menga. Ona tursin, suv olib kelsin. Mana uyg'otding. Ona faqat men ishlatib yurasiz, asramaysiz ham bir, ha? Chunki sen o'zi yoshligini asrab olganlar. Ona nima shu o'g'lingizni erkalatib yurasiz? Sen ketadigan odam. Kunim shu bochka o'yga qoladi. Men isitib kelay shuni. Qanaqa isitish? Yarim soat, 1 soat vaqt ketadi isitishga. Sovuq yesang ham o'lmaysan. Ol. Molni yemini avval isitib, keyin ber. Molni oshqozoni og'rib qoladi-ku. Molliki og'riydi, bizniki. Bo'ldi, dada men yemayman. Menga bitta ovqat olib kel. Mana ukangnikini ye. Yo'q, undan qolgan men yeymanmi? Begona emas-ku, o'zingni ukang-ku. Birovni emas. O'zingni ukangni suvi. Ichmaykan suv. Mol ahmoq emas, boshqa moldan qolganini ichsa. Men hozir ukamnikini yedim-ku men. Dada, men ketdim. Qayerga ketyapsan? Choponim kiyib kelay, sovuq edi. Bana eshiklarga klon ko'rib tashla. Mancha sovuq. Ol, buni qil. Ana sovqatyapti. Mana kalk. Ana o qiz bilan uchrashdingmi? Men uni bilmasam, onasi kim, otasi kim, yetti urug' qanaqa. Surishtirib nimasini surishtirasan? Ot kutsang, eshak bo'lib chiqadi. Eshak kutsang, ot bo'lib chiqishi mumkin. Tezlat, bunaqa surishtirma ko'p. Qayga olib boryapsan sigirni? Bu ho'kizga. Kimning buqasi? Ha? Duch kelgan buqaga alay qilavermaydi buni. Avval zotini surishtir buqani. Bo'lmasa o'zi bitta buqa topib, javobini berib, nonamsin deb keling. Umringda bir martagina senim qaynonangni ko'ribki, Yuring endi boramiz, kelamiz, yuring. Oyog'im tortmayapti nimagadir. Nima bo'ldi? klapa chiqdimi? Qaynotam bilan qaynonamni ko'chasidan o'tib ketdim, allergiya beryordi. Voy sen bechoragina bir ko'chasidan o'tmagin ekanda. Agar mabodo uyiga kirib qolsang, o'lib qolmagin. Dadam bilan oyimni ko'rib kelaylik. Shu uyga boramiz deganimcha oyog'i ishlamay qoladi-ya. Shularni hozir aytishing kerakmi? Moshni ishlab turibdi-ku, Qarang, dadasi, oyim bilan dadam shunday ko'rib kelaylik. Kubalda bilan ursaysa foydasi yo'q. Bo'ling, ha, haydayvering. To'g'ri. Ozgina qoldi. Keling. Bir qadam qoldi. Ayla! Kuyovlarga ham hayronsan. Qaynota bilan qaynonani odamxo'r deb o'ylaydim bular. Onajon, ho'kiz o'g'liz qani? Mana? Men Zalatoyni aytmayman, uni kuchi qani? Ey bedanajon, sevganimga ham sovchilar kelyapti. Uni qarang, og'zidan suti ketmagan uylanaman deydi. Uni og'zidan sut ketmagan bo'lsa, seni og'zingda tish qolmayapti, boboy. Qachon uylanasan? Boramiz kelin ko'ylak tanlashga, akam unashtirilsin birinchi. Malaka so'z. Multiging boshlandi, bor yo'qol uyga. Voy boboy, multfilm tugagani allaqachon edi. Endi otalar so'zi boshlandi. Kiring ko'ring. Hay, chol. Dadam ishga ketganlar-ku. Men senga aytayapman. Bo'yda o'qmagan uylanar bir kun. Oldinga daraxt to'sib turibdi. Hayotimdagi eng katta to'siqsiz siz. Bittasi tormoz tepsa tebranmas. Ikkinchisi gaz. Emaklamasang yuguraman deydi-ya. Alo, kim bu? Men Arslon akaning sinfdoshiman. Bu nechinchi yilsizlar? 2006. Menga qarang, bu garshokda izi ketmagan to'yga bola bormi sizlarga? Hozir aka. Qayerga ketyapsiz? Akam pul so'rab keluvdilar, o'shanga bermoqchi edim. Aka yaxshi, lekin ro'zg'orga pul kerak. Ketdik. Choyxonaga borasan? Uyda qizlar bor, qayerga qarayapsiz? Zadniga olyapman, Bako'ga qarasam maylimi Bako'ga? Menga yangi iPhone berasiz? Rahmat. Voy! Bechora itni erki o'zida emas ekanda.
u endi it bo'lsa dadasi. Qani yuring ketdik. Zerikib ketdim. Zeriksiz PUBG o'ynang. Yangilanish vahshiy zo'r ekan. Endilikda mamutlar va qilich yo'lbarslar bilan kurashsa bo'lar ekan. Yangi muzli bolta va muzli nayzalar yordamida. Bundan tashqari yangi rejim muz chegarasida vikinglar janglaridan zavqlanasan. New Year 2025 promo kodi orqali sen 3 kun davomida bitta parashyut va bitta kiyim to'plami qo'lga kiritishing mumkin. Jiddiy gapiraman, tekshirib ko'r. Xotinni hamma aytganlarini qiladigan yerlarni burundan ip o'tkazib olgan deyiladimi? Yo'q, tilla er deyiladi. Papalamga ham shuna o'ynanglar, mana buni o'ynashib ko'ring. Ona, telefon yosh bola uchun zarar. Xotira so'yadi, aql rivojlanmaydi. Tormoz bo'lib qoladi ona. O'zingga o'xsharkan-da unda. Bu degin bola, bu degin. Yo'q, ammam nechni krashiy mili o'zing o'qib bejiyan. Garang bu qana aytsin, o'zing zo'rg'a aytyapsan. Voy. Telefon bermanglar bunga. Ol zapchasingga o'zing qarab bo'lmasa. Ishga ketyapman-da. Ona yana telefon beryapsizlarmi? O'zing tualetga ham telefon bilan kirasan-ku? Telefonsizda o'ynatsa bo'ladi shu bolani. Shular bolang. Katras biz bozorga bormoqchi edik. Ketdik kelin. Yaxshi bo'linglar. Iya, bu tomchilab sug'orish ishlar boshlandi. Ana. Gorvada kanali qayerga qarayapti? Buni jo'mragi qani buni? 1 kilo olaylik shundan. Telefon beraymi? Yo'q, telefon vaqti kerak emas. Mana xalos to'rim. Malyuk qolib ketibdi. Malchi kashami bu? Malyuk kasha bu jinni, vitaminlarga boy, sutli aralashma. Undan tashqari 4 oylikdan boshlab 1,5 yoshgacha iste'mol qilsa bo'ladi. Qulaylik tomon uzun marketdan ham zakaz qilsangiz bo'ladi. Ha o'g'lim, uyga nima bor elik? Bir kamas telefon olib keling.